Hammaga assalomu alaykum. Bugungi video KRMPdan. Bugun KRMPda hamma qiynalayotgan ishlarni olib chiqamiz. Bu ishlar birinchi leveldan 10-chi levelgacha ichida avtobus bilan mexanika olib chiqamiz bugun. Ko'ryapman ko'chada mexanikda qiynalib yurganlar bor, yangi kirganlar. Endi mexanik ishga kirgandan keyin mashina qanot tuzatishni bilmayapti. Ko'pchilik mexanik chaqirishni bilmayapti. Keyin yaxshiroq pul olib keladigan ham keys beradigan bitta yana ish bor. Bu avtobus. Avtobusga bizga 4-chi level kerak bo'ladi. Bugun o'shani Sardor Bekzod bilan ko'rib chiqamiz. Ya'ni Discordda bolalar bor. Salomlashsanglar bo'ladi. Salomlashinglar. Salom, 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 salom. Alik alik Salom, alik alik. assalomu alaykum. Hamma nomidan salom. Qo'shilaman shu gapiga lekin. Ketdik bo'lmasa, birinchi navbatda biz boradigan joyimiz bu sentrga boramiz. Sentr zanasi ishga kirish uchun. U kartada arzamasda bo'ladi. O'tgan videoda ham ko'pchilik kommentga yozgan. Mexanika olib chiqing degan ko'pchilik. Novichoklik uchun yana ishlar olib chiqing degan. O'shaning uchun bugungi videoda sizlar bilan shu avtobus endi novichoklik uchun. Endi mexanik 9-urindan ishlasanglar bo'ladi. 9-urin endi sal kattaroq urin. Baribir olib chiqmoqchiman, chunki ko'pchilik qiynalyapti. Ikkalasi ham pul olib keladigan ishlardan bittasi. Iloji boricha qo'ldan kelgancha tushunganimcha tushuntirib beraman. Hozir birinchi Mexanikka ishga kirish uchun medkarta kerak bo'ladi. Medkartani medkartani mana shundan olsanglar bo'ladi. Ichkariga kirsanglar, o'zi doktorlar bo'ladi, vrachlar. O'shalarga borib turib, medkarta deysizlar bo'ldi. Medkarta tursa 7,5 ming turadi. Bu 7,5 ming hech qancha pul emas. Da. Prosta tak 7,5 ming ketadi bo'ldi, boshqa hech qancha ketmaydi. Keyin adashmasam 20 kunmikin bemalol yuraveradi. Da. Bo'lsa kerak. bir oyga. Medkarta ko'p turadi. Mana anchadan beri turibdi. Narkotik ichmanglar maslahat. Da, narkotik ichmanglar. Admin shotda. Da, qo'shilaman. Admin shotda. Hop, mana biz sentr zanosiga keldik. Shotdan ishga kirasizlar. Endi men ishga kirganman, просто ko'rsatib ketyapman. Qayerdan kiradi, nimalar kerak, hammasini ko'rsatib ketaman. Hop, kirganlardan keyin mana shu qizil tochkaga kelib turib, mana ishlardan avtobus bor, mana 4-urin kerak bunga. Keyin bazaviy prava kerak. Bu bazaviy prava, yengil mashinalarga shunaqa narsalar bo'lsa bo'ldi prava. Avtomexanikda ham shunaqa bazaviy prava bilan medkarta kerak. Keyin 8-urin ekan, adashman, uzr. 8-urin kerak bo'ladi. Ikkalasi ham yaxshi ish. Boshlaganlar uchun yaxshi ish. Avtobusda keys ko'proq beradi asosan. Hozir o'sha birinchi bo'lib turib, avtobusni sizlarga ko'rsataman. Hozir avtobus borganda videoni davom etamiz. Hop, biz avtobus kelib oldik. Avtobusga shotdan ishga kiradi. Men kartadan ham ko'rsataman. Arzamasda. Bu bir chekkasida o'zi, mana. O'zi avtobus belgisi turadi. Menimcha hamma bilsa kerak avtobus belgisini. Hop, kelasizlar, mapdan ishga kirasizlar. Birinchi urin bo'ladi, ikkinchi urin bo'ladi, uchinchi urin bo'ladi. Ikkinchi o'zinglarning listiniy avtobusinglar bo'lsa ham ishla olasizlar. Endi sizlarga bu kerak emas. Mana birinchisiga bosasizlar, dana bosasizlar. Sizlarga avtobus beradi. Endi polностью ko'rsatmayman, просто tushuntirib ketaman. Bu unaqa qiyin ish emas. Hop, keyin sizlarda kartalarda tochkalar chiqadi mana. Men kartam bag bo'lib qolibdi. Endi ko'rsataman. Borib turib ko'rsataman undan ko'ra. Tochkalar chiqadi. O'shalarga borasizlar. Hozir biz bu saviyaga borishimiz kerak ekan. Bu saviyaga borib o'tirmaymiz. O'zi avtobuslarning tepasiga qarasanglar ham bu saviya, Karakino, Lisapelka bu saviya. Shunaqa qilib yurasizlar. Keys ko'proq beradi. Asosan daromad o'zi keysdan bunda. O'zi keys uchun ishlanadi bu ishlarda o'zi. Shunaqa qilib turib, ishlab turib, pullarni ham farm qilasizlar, keyslarni ham olasizlar. Keys xohlasanglar ochasizlar, xohlasanglar kioskga borib sotib olasizlar. Avtobus shundan iborat edi. O'zi avtobus qisqacha tushuntirib ketsam ham bo'ladi. O'shaning uchun ko'rsatib o'tib ketdim. Xo'p, keyingi ishimiz bu mexanik. Hozir biz mexanikka borib ko'rsatamiz. Mexanik nechinchi urindaligini aytdim. Unda ketdik mexanikka. Xo'p, biz mana mexanikka kelib oldik. Mexanikda odam ko'p ko'ryapsizlar. Nimaga desanglar, biz arzamasdagi joydamiz. Chunki bu yerda klient ko'p bo'ladi. O'zi bunaqa mexanik joy bitta emas, kartada 3 ta общий.
arzamasda bor. Keyin mana kartada ko'rsataman arzamasligini. Arzamasligi shu yerda joylashgan. Keyin bizda Nijegorskiyda bor. Bu yerdagina maslahat bermayman, chunki bu yerda odam kam bo'ladi. Faqat ana yo'lda buzilib qolgan mashina bo'ladi-yu, shunaqalar kelib turib chinit qildirib ketadi. Ulardan pul yo'q. To'g'risi, yo'lda ishlagan maslahat bermayman. Keyin Yujniyda bor. Yujniyda to'g'risini aytsam, Yujniy ko'pchilik ham borib o'tirmaydi. Borsanglar kvartiralar ham pustoy bo'lgan bo'ladi. Yujniyda kam odam bo'ladi. O'shaning uchun Yujniyga maslahat bermayman. Eng tinchi mana arzamas. Kelasizlar, просто ishlaysizlar bo'ldi, soqqan qilasizlar bo'ldi. Hop, ketdik. Birinchi ishga kirishni ko'rsataman. Kirganinglarda mana bu joyda ishga kirasizlar. Format o'tda alishtirasizlar. Keyin borib turib maza qilishni ishlashni ham ko'rsataman полностью. Hop, birinchi navbatda biza evakuator olamiz. Bizga eng kerakli narsa shu bo'ladi. Evakuator tursa 1000 rubl turadi, arenda turish. Bu bitta chinit qilganinglarda chiqaza olasizlar pulni. Negadir menda arenda chiqmadi, 1000 rubl olish biz olamiz. Hop, birinchisidan boshlab tushuntiraman. Sizlar zakaz tutsa, zakazni qanday olaman deyotganlar uchun altni bosasizlar, kompyuterdagilar, kompyuterdagilar uchun telefonda ishlab ko'rmagan, to'g'risi. Altni bosasizlar, zakazda turadi. Liboy bittasini bosasizlar bo'ldi, oldi. Olgandan keyin shunaqa qilib turib ishlayverasizlar. Xo'p, keyingisi ko'pchilikni ko'rdim, evakuator oladi, ishga kirib olishadi, evakuator olishadi, lekin qanaqa turib chinit qilishni bilmaydi. Yonligiga kelib turib keladi, ruslar keladi, chinit qil deydi, lekin chinit qilishni bilmaydi, ruslar so'kib tashlaydi. O'shanga sizlarga hozir shularni chinit qilishlarini ham полностью ko'rsataman. Hop, chatga birinchi navbatda mana chinit qildirmoqchiman. Sarik masalan, ID'si 201. Birinchi yozgan narsalar chatga kirib turib repair yozasizlar, 201 ID'sini yozasizlar bo'ldi. Просто tashlaysizlar. Sardor qabul qiling. U odam qabul qiladi. Sizlar qabul qilgunicha mana mashinani tushmaysizlar mana. Chatda chiqdi. 1 minut vaqt berdi bizga remont qilishga. Keyin tushirasizlar. Borasizlar, kapot ochiq bo'lsa, выполнить работу bor. O'shani bosib turib, начать remontni bosasizlar, и bo'ldi. Keyin o'tgan video tushuntirganimdek yana bosasizlar, keyin qancha vaqt kutasizlar, ozgina sekund, keyin yana bosib turib, mana shuni tuzatasizlar. Keyin mana bizga avtomexanikdan plyuski berdi, pul ham beradi bizga. Keyin mana mashina chinit bo'ldi. Xo'p. Menimcha mashina narxi qolmadi. Mashina narxi qolmadi. Keyinroq ko'rsatamiz, yana mashina narsalar bor. Qolgan narsalarga o'tamiz. Meni chinit qo'ying. Mana bezotni ham chinit qo'yaman. Ikkinchi marta ko'rsataman, birinchisida ko'rmaganlar. Video orqaga qaytarib ko'rsanglar, просто bezotni ham chinit qo'yib ketmasin. Repair 143. Mana. Hop, mana 1 minut chiqdi. Keyin mashina tushasizlar, bo'lmasa olmay qoladi. O'shaning uchun mashinada kutasizlar olguncha, uzr. Начать remont bosasizlar, yana bo'ldi ana. Xo'p, bizda keyingi ko'rsatilgan narsamiz, buni olib turamiz. Bizda keyingi ko'rsatilgan narsamiz mashinani tushib turib ham mashinani chinit qilsa bo'ladi. Hozir uni ham ko'rsatib ketaman qisqacha. Yuringlar. Buning uchun bu yoqqa kelganinglar yaxshiroq. Piyoda bo'ladi o'zi. Ключ bo'ladi, mana shu narsalarni olasizlar uni. Ichida отвертка bo'ladi, молоток bo'ladi, горячий ключ bo'ladi. Hozir birinchi tashlaymiz buni. Mashinanglar bo'lmasa agar sizlarda mashina bo'lmasa, или сломонный mashina kelsa, buzilgan полностью, ana evakuatorda ham chinit qilib bo'lmaydigan mashina kelib qolsa, yurmaydigan mashina kelib qolsa, mana ikkinchisini bosasizlar, продолжить ремонт. ID'ingiz nechida Sardor? ID yozasizlar, 201. ID yozasizlar, enter tashlaysiz, u odam qabul qilish kerak. Qabul qildi. Sizlarga aytyapti mana chatda. Молоток kerak deyapti. Borasizlar mana shu yoqqa. Молотокka olasizlar, mana ikkinchida turibdi. Молотокka olgandan keyin yana altni bosasizlarda kelib turib, начать remontni bosasizlar. Начать remont kelgandan keyin mana shu qizilni to'xtatishinglar kerak, mana ushlashinglar kerak qizilni. To'cha ko'rsatib turibdi, o'shani ushlashinglar kerak. O'zi ko'rsatib qo'ygan escape chiqib ketish, space o'sha narsani qilish. Space bosib turib mana. Hozir endi bizga ikkinchi narsa, горячий ключ kerak. Uni ham olamiz. O'zi общий qiladigan ishimiz uchta ishda. O'shaning uchun bu narsani maslahat bermayman. Asosan mashinada ishlaylar bo'ldi. Просто men ko'rsatib ketyapman, полностью ko'rsatib ketaman bugun videoda. Sardor bosib oling. Bilay, qaytadan tashlab uzr. Uzr. Nachatda bosasizlar. Atyorka olamiz, uzr, atyorka olamiz. Atyorka olasizlar. Kelasizlar nachat remont. Yana shu narsa 3 marta shu narsa bo'ladi. Unaqa qiyinchilik joyi yo'q.
Mana slomon mashina turibdi qaranglar, tutab ketgan. Qora tutun chiqib. Уже buni mashinani tuzatishga to'g'ri keladi. Ana mashinada evakuatorda ishlab turib, bu narsani tuzata olmaysan. Yana molotov ko'ryapti bizga. Men boya nachatni bosib yuborganimga yana qaytadan boshlanib ketdi bu narsa. O'shani ko'rsatib o'tib ketaman. Просто tak oddiy narsa. Просто endi ko'pchilik ruschani bilmaydi. O'shaning uchun tushuntirib o'tib ketaman. Ko'pchilik qiynalyapti shu narsadan. Mexanikni ishlashdan qiynalyapti. Keyin mexanik chaqirishni bilmayapti. Hozir mexanik chaqirishni qandoq qilishni hammasini ko'rsataman videoda. Hop, buni tuzatamiz. Bitta o'tkazib yubordim, orqaga qaytib ketdi, ko'rdinglar? Motori boshish kerak o'sha. Hop, mana chinit bo'ldi, kapot yopildi уже. Hop, keyingi narsa. Iznos. Ko'pchilik sizlardan kelib turib, o'zi asosan pul mana shu iznos bilan tuningdan. Sizlar ko'pchilik yoninglarga kelib turib, iznos deb yozsa, mana xuddi shunaqa turib, iznos deb yozsa, tushuninglar, iznos aytish kerak mana. Kelasizlar, mashina kapoti ochiq bo'lsa, o'zi iznos deb yozgandan keyin altni bosib turib, uchinchisi снять iznос ID yozasizlar birinchi. Birinchi mana Sardor IDsi 201 edi. 201 ID yozasizlar. Keyin iznos qanchaligini ham yozadi. Masalan, bitta deyishi mumkin, ikkita deyishi mumkin. Xo'p. Sizlarga mana bitta deb yozaman, Sardorda bitta bor. Mana bitta qilib yozaman. Bo'ldi, enter bosasizlar. Mana chatda ko'rsatyapti qancha summaligi. Lekin sizlarga buncha summa tushmaydi. 31 48 ga tushmaydi. Qanchadir sizlarga foizi tushadi. Lekin u odamdan 31 ga yechiladi mana. Bunda ham shunaqa. Yana bosib turib, qanchalar vaqt kutasizlar, 1 sekundcha kutasizlar почти. Chunki buni tez-tez bosib tashlanglar, orqaga qaytib ketadi. O'tgan videoda ko'rsatganman. Hozir buni iznosini yechamiz. Sizlarga qancha pul tushishini ko'rsam 31 kadan. Unaqa ko'p tushmaydi-yu, lekin kattaroq, qimmatroq goskali mashinalar bo'ladi. O'shalardan asosan ko'proq tushaman. 11 ka berdi bizga. Bu kapot yozib qo'ying. Hop, buni ham ko'rsatdim. Endi bu narsalar kerak emas. Ham 4-5-chi mashinalar kerak, anaqa narsalar kerak emas. Ko'pchilik bu narsani ishlatmaydi, ko'pchilik bu narsaga chaqirmaydi. O'shaning uchun bularni tashlab ketamiz 4-5chi. Hop, 6-inchisi tuning bizada. Hop, tuning uchun yana altni bosamiz. Mana shu 6-inchisiga kiramiz, обязательно tuning. Yana ID yozasizlar bo'ldi. ID yozib qo'yasizlar bo'ldi. Bo'ldi. Sardor yuring. Qanday mashina? Asos. Endi maslahat, ko'pchilik telefonda bo'ladi, yoniga o'tira olmanglar. Antisit berib otib yuborish mumkin sizlarni. Keling Sardor. Mashina qayerga kirsa o'sha yoqqa kirasizlar. Mana Sardor ikkinchi garajga kirdi. Mana shu yoqqa borib turib, altda mana o'zi chiqadi ekranda. Dani bosasizlar, kirasizlar. Narsa zakaz bitta rangingizni alishtirib Sardor. Mana hozir rang alishtirishni ham ko'rsatib ketaman. U alishtirasizlar, просто qanaqa turib bo'yashdan o'rgatib ketaman. Qayerdan zakaz tushsa, sizlar olib kirdinglar, keyin nima qilishni bilmayapsizlar. O'sha narsani ko'rsataman hozir. Narsa zakaz qilaman, klient zakazal detal. Bu yoqqa kelasizlar, уже men qo'limda chiqdi. O'zi chatdan ham chiqadi, savolning deydi уже. Kelasizlar, qizil to'ch ko'rsatib qo'ygan, shu yoqqa kirib turib, yana o'sha narsaga. Lekin sal anaqa mexanikda bu narsa ko'proq vaqt oladi. Ham ye chiqadi. Nito bosib qo'ysalar orqaga chiqib qaytib ketaveradi. O'shaning uchun vaqti bilan shoshilmasdan bossanglar, osonroq bo'ladi. Hop, buni bo'yaymiz. Bo'yashdan unaqa katta pul tushmaydi. Asosan bamper alishtirish, shunaqa narsalardan kattaroq pul tushadi. Bo'yadim, 1,5 ga berdi. Hop, bu yerdan chiqamiz. Keyingi ishni ko'rsatamiz yana. Masla filtr qo'ysam? Keyingisi bizada alt bosilmayapti. Rahmat. Hop. Keyingisi bizada принять vizov ekan. Bizga hozir bu kerak emas. Buni ham skip ketamiz. Bizga bu narsa evakuatorga o'tirganlarda o'zi alt bosinglar chiqib keladi. Hop, починить furgon TK kompaniya. Bu ham kerak emas bizga. Chunki ko'pchilik kelib turib sizlarga tuzattirmaydi bu narsani. Chunki tanishiga qildiradi ko'pincha. Sizlarga bu narsa kerak emas. Buni ham tashlab ketamiz. Hop, bizada 9-inchisi понять masla. Maslani bilan filtr alishtirish 910. Hozir shularni ham ko'rsatib o'tib ketaman. Bizada kim dedi? Masla filtr. Sizlarmisiz? Manda. Ha, manda. Hop, masla filtr Men alishtirish. ham. Hop. Masla filtr alishtirish uchun u odamda masla bilan filtr bo'lishi kerak.
обязательно olib keladi. Chatga yozadi. Maslaviy filtr deb yozadi ko'pchilik. Chunki bitta kelganda masla bilan filtr ham asrib ketadi ko'pchilik. Hop, 9 ga kiramiz. 9-ish. Payment filtr. Masla 201 ID yozasizlar bo'ldi. Danny Afternoon sizni mashinangiz kerak emas ekan Sardor. Chatga chiqadi. O'sha mana bunaqa tushundimi? Bunaqa narsa yozuv chiqqandan keyin chatga ko'rasizlar. Danny Afton endi o'shanisi va заменить motornogo masla. O'sha kerak emas bu mashinaga. Ikkinchi mashinada ko'rsataman unda. Hop, IDsini yozasizlar 143. Chatda chiqyapti. Tashladim men. Unaqa qimmat turmaydi bu narsadan. Ko'proq pul kelmaydi bundan. Уже mana сразу u odam qabul qilish bilan sizlarda уже chiqadi bu proses chiqadi sizlarda ishlash. Hop, yana o'shaga har doimdagi joyga tegadigan. Bosamiz. Hop, undan ko'p tushmaydi. 1 ga tushadi. Bu lekin sizlar uchun нормальный hozir boshlaganlar uchun нормальный. O'zi 9-uровень, 8-uровень uchun вообще zo'r ish desa bo'ladi buni. Hop, yana 143 kd bo'lib qoladi. Shunaqa bitta qilganidan keyin kd bo'ladi 30 sekund. Hop, mana yana tashladim. Keyin mana bunisi filtr. Masla bilan bir xil, puli ham bir xil. Ikkalasi bir xil narsa. Hop, buni ham olamiz. Mashinasi tayyor. Endi sal masla bilan filtr bo'yicha sal tushuncha berib ketaman. Masla filtr nima qilib beradi? Endi mashina olganlarda kerak bo'ladi sizlarga. Hop, masla filtr nimaga kerak bo'ladi? Hozir ko'rdinglar, Sardor iznosini eshitdim 31 ga. 31 ga bu endi qimmat. Hop, o'sha 31 gani ishlatmaydiganlar uchun endi har xil mashinalar bo'ladi. Masalan, 17 million, 17,5 million mashinanikini bilaman. 100 ga bo'ladi bitta iznos. Hop, o'sha narsani iznosni kamaytirish, kam tushish qildirish uchun masla bilan filtr alishtirib yursanglar, mana shu narsa bo'lmaydi. Sal tushuncha berib ketdim bu bo'yicha ham endi mayli. Hop, bizada 11-chi установить signalizatsiya установка qilish. Kimda signalizatsiya bor? Menimcha hech kimda yo'q bo'lsa kerak. Просто ko'rsatib ketaman buni ham. Qanaqa turib tashlashlarini ko'rsatib ketaman. Sal kapotingizni ochib oling. Hop, 11-ishga ustiga Menda bor bosasizlar. ekan signal. Ha, bu bor ekan, ko'rsatib ketamiz uni ham. Hop, 11-ishga bosasizlar, 143-ID. Mana 143 o'zini yozmaysizlar-da, ko'rasizlar, menda ham chiqdi. Просто summasini ko'rsatib ketaman. Hop, eng kami 2000 dan boshlanadi. 2000 ga tasdiqlar bo'ladi. Endi o'zingizlarning xohishinglar 10 minggacha ham tasdiqlar bo'ladi signalizatsiyani uстановка qilish. Biza 143 qilamiz. Biza 2000 ga tashlaymiz. Chunki sizlarga ko'rsatish uchun. Короче, bu mashinada bor ekan signalizatsiya, Sardorga bering. Manikida ham bor. Bor ekan, короче, shunaqa. ID yozasizlar, keyin summani yozasizlar, bo'ldi. U yer qabul qiladi, boygindagi proses bo'ladi. Bu ham oson narsa. Iloji boricha maksimalni yozaveringlar 10 mingga. Baribir hech kim arzonga qo'ymaydi. Da 10 ming qilsalar liboy bosadi, ani qilaveradi. Da. Hop, bizada keyingisi balon alishtirish. Keling. Sardor. Men. Bezod keling. Bekzodnikini alishdi. Hop, balon alishtirish bizada. Mana balonni o'z belgisini ham ko'rsatib qo'ygan. Uning uchun ovoz g'alati kelyapti. Uning uchun bizga 12-ish kerak bo'ladi, починить shini. Bosasizlar, bunda ham oddiy ID yozasizlar, bo'ldi. Mana o'zi chiqib keladi, mana mashinani balonni iznoslari chiqib keladi. 4 ta balonniki. O'zi qaysi balonligini aytib qo'ygan, qaysi taraf baloni. Liboyni bosasizlar. Letniy zimniy chiqadi. Letniy bosib urasizlar. O'zi ko'pchilik letniy qo'ydiradi. Mana 9999 rubl qabul qildim. Mana sizlarda ma'lumotda narsa chiqadi. O'sha ustiga borasizlar просто tak. Keyin mashinani baloniga borasizlar. Boygindagi remont qildik-ku mashinani. Shunaqa narsa bunda ham. Mexanikda oson ishlari, просто zakaz kelishi qiyin. Ko'pchilik mana qimmat narsalarni qildirmaydi. Tuning ham ko'pchilik odamga qildirmaydi, boshqani tanishiga qildiradi ko'pincha. Lekin bitta kelsa zo'r keladigan ishlardan bittasi bu ham. Bunda ham kesib beradi, lekin kam kesib beradi. Qiyin bunda kesib berish. Endi u ham kesib berish ham omadinglarga qaraydi. Sizlarga mayli turib kesib berib qo'ymaydi. Полностью balonni ko'rsatib chiqaman sizlarga. Mayli. Bezodda endi yarimchalik yurmasin.
Bitta balonni alsiraman yana bo'ldi. Bitta ko'rsatib ketaman. Yana shunaqa holat. O'zi hamma balon alishtirsa shunaqa bo'ladi. Unaqa qiyinchiligi yo'q. Sardor aka diskga qo'yib beradi endi. Sardor diskga qo'yib beradi. Diskga qo'yasan. Diskga qo'ymayman. O'ziniki yaxshi. Diskga endi qo'yish shart emas. Diskani chunki odam o'zi alishtiradi. O'zi qo'yib turib, o'zi zakaz qilib turib, o'zi qo'ya oladi-da. Hop, diskani alishtirishni ham tushuntirib o'tib ketaman. Diskga alishtirish qanaqa bo'ladi? Altni bosasizlar yana 13-ish, oxirgi ish. Yana bu yoqqa kirib turib 143 ID yozasizlar. 143 deganda 143 yozib qo'yinglar, o'sha kelgan odam IDsini yozib qo'yinglar. Bosasizlar, zakaz qilmagan, просто bosganinglarda zakaz qilganida mana bitta yana boygindagi balon alishtirganimizdagi qizil tochka chiqardi. Просто tak qizil tochkani ustiga kelasizlar, keyin mana bunaqa chiqadi, zakaz menu disko chiqadi, o'shani bossanglar bo'ldi. Biran bosasizlar, keyin chiqadi, просто mashina balonni yonida boygindagi balon alishtirganimizdagi qizil narsa chiqadi. O'shani ustiga turib boygindagi narsa. Bu ham oson ish. Menimcha video tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Endi Mexanik chaqiriqcha ham ko'rsat. video qayerdan tugatyapman, uzr so'rayman. Hop, endi mexanik chaqirish. Sardor aka oxirigacha alishtirib qo'ying balonlarimni. To'xtab tur. Hozir emas. Mexanik chaqirish qanaqa bo'ladi? Men ishdan bo'shayman. Sizlarga endi mexanik chaqirish. Sardor ishga kirib oling mexanikka. Kirib oldim. Hop, evakuator olgansiz. Mexanik chaqirish masalan, hop, uzr. Masalan, mashina mana uraman hozir. Masalan, buzilib qoldi deylik-da mana. Urdim, mana buzilib ketdi, bamflar sochilib ketdi. Sizlarga mexanik kerak. Mashina chinit qildirmoqsizlar, mana bitta chekka turyapsizlar. Mashina yurmay qoldi ham. Hop, uning uchun bizga chatga yozasizlar. S090 Просто tak bosasizlar. I kelgan mana bu boyutda narsa yozaveringlar, chin deb yozasizlar, bo'ldi. Shunaqa yozib qo'ysanglar ham kelaveradi. Unda lokatsiya chiqadi. Ikkigan sizlar pul qo'yishinglar kerak. 1000 rubldan 4000 rublgacha. Ko'pincha 3000 qo'yaveringlar, chunki olmay qolishi ham mumkin ular zakaz. Men 3000 bosdim. Sardor oling. Ha, Sardor oldi. Mana 3000 ketdi. Keyin zakaz qilgan joylarda kutasizlar, просто tak kutasizlar. Keyin agar zaявка chiqqan bo'lsanglar, mana shuni olasizlar, borasizlar. Mana asl zakaz qilgan ketyapman. Katta bo'lib qizil metka ko'rinadi o'zi mana asl yoniga. O'sha metkaga borib to'xtaysizlar. Sizlarga asl yozgan 3000 ni beradi keyin. Keyin kapotinglar ochiq bo'lishi kerak. Kapot ochiq bo'lishi kerak. U yana boygandan keyin tushuntirganimizga qarasangiz, u yozadi repair, mana deyim yozadi. Hop, bu mashinadan tushib olguncha sizlarga yana bosinglar, ko'pincha tez tushib ketadi. Tashlang Sardor. Repair 348. Mana chatda chiqadi, qancha summaga tuzatib berishi. Keyin sizlar yana bosasizlar, tuzatirish uchun dani bosasizlar, u tushadi mashina. Tuzatib beradi. Sizlar yana bitta narsani ko'rsatmayman aytgan. Sardor esdan chiqibdi-yu. Nima? Sizlarning mashina qanaqa tuzatish? Shuni aytmoqchi edim hozir. Olib kelish. Mana Bezot siz shotib turibsiz. Men hozir evakuator bo'lib kelaman. o'zing ko'rsatasan? Evakuator bo'lib kelib tur. Hayya, sizda qanaqa ko'rsatasiz? Chatlarga ko'rsating. Oshxonaga suv boshi. Sardor anaqani tugatib yuboring. To'xtang, tugatmay turing evakuatorni. Hozir qolmabdi-da, hozir aytaman, tugatib yuborasiz. Forma alishtirib oling. Sardor aka pachiga qiling. Hozir. Forma alishtiramiz, yana shu ish. Sardor tugatib yuboring. Bezot pachinki qo'l. Xo'p, sizlarning mashinani olib kelish ham unchalik qiyin emas. O'zi boyagindagi vizib chiqadi. Vizib qabul qilsanglar, men tuzatib yuborardim yana bezot. Tuzat bo'ldi. Xo'p, Sardor ishni tugatib yuboring. Bizda evakuator chiqish kerak. Ketolman. Mashina qolmay qolishi ham mumkin. Keldi. Bezot vizib tashlab yuboring.
Voy, yomon ping bo'lyapti. Mana Bekzod Yusuf tashladi. Yusuf oldik. Boyagidek ketgandek alt bosib olinadi. Kartada ko'rayotgan bo'lsanglar, mana chiqdi bizada kartada. Tochkalarni ham ko'rsatib berdi. Qizil tochka mana katta o'tirib, qizil tochka o'tiribdi. Ha, kelasizlar. Hozir qilolmayman mana boshlarni. Qizil tochkaga kelasizlar. Ha, pul berdi bizga. Mashina yurmaydigan. U odamniki repair qilib turib ham tuzatib bo'lmaydigan boyagidek ketgandiki. Ha, shu payt nima qilasizlar? Slash tosh deb yozasizlar chatga. Tosh deb yozib turib, u odamni ID'sini yozasizlar. 299 qabul qiling. Hop, yozgandan keyin u qabul qilgandan keyin 10 minut vaqt ichida sizlar uni mexanikka olib borishinglar kerak. Hop, uning uchun biz slash attachat yozamiz. Rulga odam обязательно ruldan tushishi kerak. Keyin mashina chiqib qolishini, yoniga mashina yoniga chiqib qolishini kutasizlar. Mashina yoniga chiqib qoldi. Keyin chatga yozadigan narsanglar attach. Attachga bosasizlar. At qilsa ham bo'laveradi, attachja shart emas. Attach yozaveringlar. Bo'ldi. Hop, keyin mexanikka olib borasizlar. Mana qizil tochka chiqib turibdi. Mexanikka olgandan keyin hop, mexanikka olgandan keyin qizil tochkaga tashlaysizlar. Просто sizlar o'zingizlar qizil tochkaga kirsanglar bo'ldi. Mana sizlarga 2000 pul beradi. Keyin yana ishni davom etaverasizlar. Bo'ldi, bizada menimcha mexanikda ishlar qolmadi. Hamma narsani iloji boricha ko'rsatdim. Xatoliklar bo'lgan bo'lsa uzr so'raymiz. Hop, shu bilan bizada video tugadi. Like bosish esdan chiqmasin. To'xtasangchi, qattiq ketasan. Asl to'xtasangchi. Nimaga? Короче, ko'pchilik so'rashdi, mana bankomat ishlatishni bolalar bilmas ekan. Nimaga email ulashishni bilmas ekan. Ulamagan ko'pchilik. Ko'rsatib ketdingmi qayerdan ulash? Ha, ulashishni и bankomatdan shtraf to'lashni ham ko'rsat. Hop. Keyin telefonga pul solishni ko'rsating, ambuga o'xshab 2,5 million tashlashib qo'ymasin. Bo'pti, mana sizlarga yana qo'shimcha mayli bolalar. Bankomat kelganinglarda yangi kirganlar uchun sizlarga o'tgan safar ko'rsatmaman. Yangi kelganinglarda sizlarda bankomat chiqadi. Mana bu narsalar chiqadi sizlarda ham. Просто sizlar bankomatni to'liq holatda ishlata olmaysizlar. Nimaga? Chunki sizlar emailni уже anaqadan o'tkazmagansizlar. Funksiya reyestratsiyadan o'tkazmagansizlar. Masalan, mana bunaqa pul snat qila olmaysizlar, masalan, pul snat qila olmaysizlar. Chunki reyestratsiyadan o'tmagan bo'ladi. Uning uchun biz qiladigan ishimiz, sizlar chatinglarda ham chiqadi o'zi. Reyestratsiya email shunaqa narsa chiqadi. Uning uchun настройкаga kirasizlar, mana настройка chiqib turibdi chetda. Keyin mana общийda elektron pochta turibdi. Elektron pochtani ustiga bosib turib, mana menda уже pochta подтверждение bo'lgan. Sizlarda mana shu bo'lmagan bo'ladi. O'zi narsa chiqadi, shu yerda bosasizlar bo'ldi. Emailga kod keladi, kod kirg'izish joyi ochiladi bu yoqda. O'sha kodni kirgizganlardan keyin sizlarda bu narsa ishlaveradi. Hop, bu narsa bo'ldi. Hop, endi qanaqa qilib sim kart olgandan keyin sim kartani ishlata olmaysizlar. Puli yo'q bo'ladi. Endi hayotda ham sim kartdan pul tashlab ishlatasiz. Uning uchun yana bankomat yoniga kelasizlar. Bankomat yoniga kelgandan keyin mana пополнить mobilniy telefonni bosasizlar. Keyin birinchisini bosgandan keyin mana pul tashlash. Просто так 1000 rubl tashlab qo'yinglar, bo'ldi, sizlarga yetadi bonusiga. Bizda bitta bola bor, endi 2,5 million tashlab qo'ygan. U endi necha yil ishlatadi bilmaymiz. Shu narsa endi bankomatda birinchisi snat bu plyech shotdan, bankskiy shotdan, ikkinchisi bankskiy shotga pul tashlash, uchinchisi balans ko'rish, shunaqa narsalar. Oddiy narsalar bilan. Keyin 8-inchisi bu shtraf to'lash. Shtraf to'lash uchun 3-chisini bosasizlar, hamma shtrafinglar to'lanadi. Menda yo'q hozir. Sizlar bosganinglarda o'sha narsa chiqadi. Shtrafinglar bo'lsa, shtraf to'lab yuringlar. 3 kun ichida shtraf to'lamasanglar, praviyalarni olib qo'yadi. Menimcha hamma ma'lumot berdim, boshqa ma'lumot yo'q. O'tgan videoda chatga yozilgan hamma narsani ko'rsatdim. Aytishibdi, novichoklarga yana ish olib chiqing deyishgan, ko'pchilik mexanik tushuntiring degan. Mana o'sha ishlarni olib chiqdim bugun. Hop, videomiz shu bilan tugadi. Hammaga foydali bo'ldi deb o'ylayman video. Mayli, like bosib turib, obuna bo'lishni esdan chiqarmanglar. Eng asosiysi obuna bo'lishni esdan chiqarmanglar. Bo'pti, hammaga xayr. Hammaga rahmat, hammaga xayr. Nima